Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Ramazbek To'riski kanali do'stlar. Bugungi videoda bizlar top 5 qo'rqinchli videolarni ko'rib maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Videomizga like bosib va obuna bo'lishni unutmanglar. Biz videoni qani boshladik. Ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Bizda top 5-video ko'rishni boshlaymiz. Bu videoda aytishi bo'yicha, bu videoni ko'rgandan keyin orqaga qaramaslik kerak ekan. Ko'ramiz. Videoni ko'rishimizdan oldin hozirroq bitta like, bitta podpiska bosib qo'ying. Biz boshladik. Ishlama. Arvoh ishi yopildi. Ishini ochishi yo'q. Orqasida bo'ladi. Oddiy hol. Bu videoga fikrim kompyuterning grafika buni har doimgidek to'g'ri tanlov qilib top 5-o'ringa qo'yibman. Keyingi navbat top 4-videoga. Bizda top 4-video, bu videoda aytilishi bo'yicha tashlandiq binoga kirib, Yaponiyada ruhni videoga olishgan. Ko'ramiz. Kirdi. Ko'rdingizmi? Ko'zini qaranglar buni. Yo'qib qoldi. Lekin sal shubhali-yu. Mayli, top 4 ga qo'yamiz. Kommentariy yozib qoldiring. Bizdan navbat 3-videoga. Ketdi. Bizda top 3-video. Самое жуткое произошло дальше. Вот, смотрите сами. Ko'ramiz. Cho'lib o'tirishni qaranglar. Bormi? Yo'qib qo'ygani ko'rdinglarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiring. Bizda keyingi video top 2. Xo'p, o'rtoqlar, ko'ryapsizlar. Sizlar uchun harakat qilib, zo'r tunda endi shu videoni ko'rasiz. Rahmat. Bemalol ko'rishlar mumkin davomida. Va nihoyat yetib keldik. Bizda top 2-video ko'rishda boshlaymiz. Bu videoda aytilishi bo'yicha bitta bloger tashlandiq uyga kirgan va appa-singil egizaklarda ko'rib qo'ygan. Ko'ramiz. Слышал странную этого где у него хранилась криповая кукла. Зачем она ему вообще? Ko'zini qaranglar buni. В общем, он решил проверить. Zabu hal videoyu. Лучше бы он этого не делал. Kiryapti. Voy. Ketdi. Uzmay aka. 1, 2, 3. Кукла оказалась черное нечто. U qo'g'irchoqmi yo haqiqiy odammi tushunmayapman. Будто только что Orqasidan qarayapti. Парень, конечно, прифигел. Shuni g'alati o'tib ketdi. И вот отсюда вы, если у тебя... Ko'zini qaranglar buni, chandig'ini qaranglar. Вечеринки духов. Парень, конечно, прифигел. Nima deb o'ylaysizlar? Bu haqiqatmi yoki yolg'onmi? Kommentariyga yozib qoldiring. Men o'zim to'g'risi sal ishonmadim. Va nihoyat top 1-videoga yetib keldik. Boshladik. Bizda va nihoyat top 1-video. Bu videoda aytilishi bo'yicha bitta mashhur bloger qiz jonli efir qilib turgan paytda orqasidan oynadan arvoh qaragan, ko'ringan to'g'ri. Ko'ramiz. Nunca he sentido que me parezco a Dua Lipa, pero desde que me corté el cabello... Arvoh qarab turibdi ko'z. Y es que muchísima gente me dice que Shu qochdi. del 2018 más o menos que tiene como el cabello cortito. Некоторые в комментах пишут. Qaranglar, yaxshilab ko'ringlar. Но вот Ko'zini qaranglar buni. кажется, она моргает. И даже перемещается Тогда, может быть, это удачный Или все-таки это нечто мистическое? To'g'risini ayting, qo'rqdingiz, sal bo'lsa ham. Fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysizlar? Men to'g'risi 50% ishondim. Mana shu imminni top 1-videoga 50% ishondim. Realniroq ko'rindi menga. O'zingizning fikrlaringizni yozinglar. Xo'p, o'rtoqlar, va nihoyat Sizlar videomiz shu joyda tugaydi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.